Hurmatli obunachilar, yangi Batoshda 2 sutili jihozlari bilan yana bitta kottej topib qo'ydik. Shundagina prezident bobomiz ochib bergan maktabimizda 5-ko'chada joylashgan. Chiroyligina vayishlar qilib qo'yilgan. Yozgi shunday uzun bo'lagan. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Ketdi. Nima uchun kottejni ko'rsataman? Yozga hozir kvartiradan chiqib kottejga chiqamayotganlar juda yaxshi taklif. Ana shu kottejimiz sotuvda. Hammasi vayishlar rang berilgan. Buni birgalikda obzor qilamiz. Bismillah. Kirishimizda mana koridorimiz uyimiz polni abo'yla qilingan mo'yinshar bo'yda. Birinchi xonamiz zal, Wi-Fi'largacha o'rnatilgan, konditsionerlar qo'yib ketilgan. Ikkinchi xonamiz ham akkuratligina abo'yla. Ikkinchi xonamiz. Biz sanuzinimiz. Ayri stollar hammasi qo'yilib, kafelar terilib, egalar Toshkentga ko'chib ketdi. Kir mashinaga ham joy qoldirib ketilgan. Bismillah. Mana kuxnyamiz, oshxonamiz. Xolodilnik. Gaz plitalar hammasi yangigina, akkuratligina. Kirib birdan yashasa bo'ladi. Bismillah. Zilon zonamiz. Zilon zonamizga 5 tonnali hovuzimiz bor. Narxini kelayotgan bo'lsa, startga 35 ming so'ralibdi. Sunnatga o'tilayotgan joy bor. Realni o'tgan qilib beriladi. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaveringlar, obuna bo'lib qo'yinglar.